Fath surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Biz senga ochiq bir fath, ya'ni g'alaba berdik. Toki Alloh sening o'tmish va kelajak gunohingni kechirsin va senga o'z ne'matini tugal qilsin, hamda seni to'g'ri yo'lga yo'llasin. Va Alloh senga shonli zafar ato etsin. Uning o'zi mo'minlar qalbiga xotirjamlik o'rnatdi, toki iymonlari yana iymonla ziyoda bo'lsin. Osmonlaru yerning lashkarlari Allohningdir. Alloh alim, hakim, ilm va hikmat egasi. Toki mo'min va mo'minalarni ostidan anhorlar oqib turgan bog'-rog'larga kiritsin. U yerda ular doimiy qoladilar, hamda ularning yomonliklarini berkitsin. Alloh nazdida ulkan yutuq ana shudir. Hamda Alloh haqida yomon gumonlar qilgan munofiqalarni va mushrikalarni azoblasin. Yomonlik girdobi o'z boshlariga kelsin. Alloh ularga g'azab qildi. Ularni la'natladi va ularga jahannamni tayyorlab qo'ydi. Qanchalar yomon joy u. Osmonlaru yerning lashkarlari Allohningdir. Alloh aziz, hakim, barchadan ustun kuch-qudrat va hikmat egasi. Biz seni guvohlik beruvchi, xushxabar beruvchi va ogoh etuvchi rasul o'laroq jo'natdik. Toki Allohga va rasuliga ishongaysiz, hamda unga yordam bergaysiz, uni hurmat qilgaysiz va ertayu kech uni tasbih etgaysiz. Senga bay'at berganlar aslida Allohga bay'at bermoqdalar. Allohning qo'li ularning qo'llari ustida. Ya'ni Alloh ularning bay'atini qo'llaydi. Kimki ahdini buzsa, o'z zarariga buzibdi. Kimki Allohga bergan va'dasida tursa, Alloh uni ulug' ajr ila mukofotlaydi. Arablardan bo'lmish ortda qolganlar senga deydilar: molimiz va bola-chaqamiz bilan bo'lib ushlanib qolibmiz. Biz uchun kechirim so'ra. Ular dillarida bo'lmagan narsani og'zida aytmoqda. Sen ayt: Alloh sizga zarar yoki foyda yetkazishni iroda qilgan bo'lsa, kim sizni Allohdan to'sib qolishga qodir? Yo'q, aksincha, Alloh sizning barcha qilmishlaringizdan xabardor. Sizlar aksincha rasul va mo'minlarni hech qachon o'z ahllariga qayta olishmaydi deb gumon qildingiz. Bu gumon ko'nglingizda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonlar qildingiz va yo'q qilinishga loyiq qavm holiga keldingiz. Kimki Allohga va rasuliga ishonmasa, bilsinki, biz kofirlar uchun qizdirilgan do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Osmonlar u yerning egaligi, mulki Allohningdir. Istaganini kechiradi va istaganini azoblaydi. Alloh G'afur, Rahim, kechirimli va rahimdildir. G'animatlarni olish uchun ketarkansiz, o'sha ortda qolganlar deydilar: qo'ying, sizlar bilan birga boraylik. Ular Allohning kalomini o'zgartirishmoqchi. Sen ayt: hech qachon bizga ergasholmassiz. Alloh oldindan buni aytib qo'ygan. Shunday deydilarki: yo'q, unday emas. Sizlar bizga hasad qilyapsiz, bizdan qizg'anyapsiz. Yo'q, aksincha, ular buni anglay olmaydi. O'ta ozlari mustasno.
ortda qolgan o'sha arablarga ayt, yaqinda bir kuchli qavmga qarshi urushga chiqarilasiz. Ular bilan urushasiz yoki ular taslim bo'lishadi. Shunda agar bo'ysunsangiz, Alloh sizga yaxshi mukofot beradi. Agar oldingiday qaytib ketadigan bo'lsangiz, sizni alamli azob bilan azoblaydi. Ko'zi ojiz uchun tanglik yo'q, oqsoq uchun ham tanglik yo'q, bemor uchun hech qanday tanglik yo'q. Kim Allohga va rasuliga bo'ysunsa, uni ostidan anhorlar oqqan bog'-rog'larga kiritadi. Kim yuz o'girib ketsa, unga alamli azobni tottiradi. Daraxt ostida senga bay'at bergan mo'minlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularning qalbidagini bilardi. Shu bois qalblariga xotirjamlik nozil qildi va ularga yaqin fathni, g'alabani nasib etdi va oliyjanob ko'plab g'animatlarni ham. Alloh aziz, hakim, barchadan ustun kuch-qudrat va hikmat egasi. Alloh sizlar qo'lga kiritajak ko'plab g'animatlarni va'da qildi va ularni sizga tezlatib berdi. Sizdan odamlarning qo'llarini uzoq qildi, toki iymon egalariga oyat, ibrat bo'lsin va sizlarni to'g'ri yo'lga yurishingizga sabab bo'lsin. Yana boshqa bir va'dasi, sizlar hali unga qodir emasdingiz. Alloh o'zi uni ihota qildi. Alloh barcha narsaga qodir. Agar kofirlar sizga qarshi urushganlarida orqasini o'girib qochgan bo'lishardi, so'ng na bir himoyachi, na bir yordamchi topa olishmasdi. Bu Allohning oldindan joriy bo'lib kelgan sunnati, qonuni. Allohning sunnatida, ya'ni qonunida aslo o'zgarish topmassan. Sizni ular ustidan g'olib qilgan, so'ngra Makka ichida ularning qo'lini sizdan, sizning qo'lingizni ulardan uzoq qilgan ham uning o'zi. Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turadi. Ana o'shalar kofir bo'lganlar, sizni Masjidul Haromdan to'sganlar va kutib turgan qurbonliklarni o'z o'rniga yetib borishidan to'sganlardir. U yerda siz tanimaydigan mo'min erkaklar va mo'mina ayollar bor. Ularni tanimasdan halok qilib qo'yib gunohkor bo'lishingiz xavfi bo'lmaganida, Alloh istaganini o'z rahmatiga olgay. Ular alohida bo'lganida edi, biz ulardan kofir bo'lganlarni alamli azob bilan azoblagan bo'lardik. Kofir bo'lganlar o'z dillariga g'azab va ta'assubni, o'sha johiliyat g'azabi va ta'assubini joyladilar. Alloh esa o'z rasuliga va mo'minlarga huzur halovat va xotirjamlik joyladi va ularni taqvo so'ziga bog'ladi. Ular bunga haqdor va loyiq edilar. Alloh barcha narsani bilguvchi. Alloh o'z rasuliga ko'rsatgan ro'yoni rost chiqardi. Inshaalloh sochingizni olgan yo qisqartirgan holda hech bir tahlikasiz tinchlik omonlikda Masjidul Haromga kirgaysiz. Alloh siz bilmagan narsani bilardi. Bundan tashqari sizga yaqin fath, g'alaba ham berdi. U o'z rasulini to'g'ri yo'l va haq din ila yuborgan, toki boshqa barcha dinlardan ustun bo'lsin. Allohning o'zi yetarli guvoh bunga. Muhammad Allohning rasuli. U bilan birga bo'lganlar kofirlarga qattiq, murosasiz, bir-birlariga rahmdil. Ularni Allohning fazli va rizosini istab,
ruku va sajda holda ko'rursan. Yuzlarida sajda izlari tajalli etadi. Tavrotdagi misoli ana shunday. Injildagi misoli esa bir ekin kabi. U urug'ini yorib chiqargan, quvvatlangan, yo'g'onlashgan va poyasida tik turib, dehqonlarni hayratda qoldirgan ekindir. Kofirlarning g'azabini qo'zishi uchun ana shunday. Ular orasida iymon keltirgan va solih amal qilganlarga Allohning o'zi kechirim va ulug' ajr mukofot va'da qilgan. Hujurot surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Ey iymon keltirganlar, Allohdan va rasulidan oldinga o'tishga urinmang. Allohga taqvo qiling, shubhasiz Alloh sami va alim, eshituvchi, bilguvchidir. Ey iymon keltirganlar, ovozingizni nabiyning ovozidan baland ko'tarmang. Unga gapirganda o'zaro gapirgandek baland ovozda gapirmang. O'zingiz bexabar holda amallaringiz behuda ketmasin. Rasululloh huzurida ovozini past tutganlar ana o'shalar qalbi Allohning taqvo imtihonidan o'tgan kishilardir. Ular uchun kechirim va ulug' ajr bor. Xonalar ortidan seni chaqirayotganlarning ko'pi aql ishlatmaydi. Agar o'zing chiqquninggacha sabr qilsalar edi, o'zlari uchun yaxshi edi. Alloh g'afur, rahim, kechirimli va rahmdildir. Ey iymon keltirganlar, agar bir fosiq sizga xabar keltirsa, uni tekshirib aniqlang. Aks holda bir qavmga bilmasdan yomonlik qilib qo'yasiz. Keyin qilmishingizdan pushaymon bo'lasiz. Bilingki, Allohning rasuli orangizda. Mabodo ko'p ishlarda sizlarga ergashsa, mashaqqatda qolasiz. Lekin Alloh sizga iymonni mahbub qildi. Qalbingizda ziynatladi hamda kufrni, gunohni va ma'siyatni yoqimsiz qildi. Ana shular to'g'rilikka yetishganlar. Allohning fazli va ne'mati bu. Alloh bilguvchi, hikmatli. Agar mu'minlardan ikki guruh urushsa, oralarini isloh qiling, tuzating. Bundan keyin ham biri boshqasiga tajovuz etsa, to Allohning amriga qaytgunicha tajovuzkor taraf bilan urushing. Agar qaytsa, oralarini adolatla isloh eting. Mudom adolatli bo'ling. Zero Alloh adolatli bo'lganlarni yaxshi ko'radi. Aslida mu'minlar faqat aka-ukalardir. Aka-ukalaringiz orasini isloh eting. Allohga taqvo qiling, toki sizni rahmat aylasin. Ey iymon keltirganlar, bir qavm boshqa qavmni masxara qilmasin. Ehtimol ular o'zlaridan yaxshiroqdir. Ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasin. Ehtimol ular o'zlaridan yaxshiroqdir. O'zlaringizni mazax qilmang. Bir-biringizga laqab qo'ymang. Iymon keltirgandan keyin fosiq, ya'ni yo'ldan ozgan ismlar qanchalik yomon. Kim bundan qaytmasa, nohaq taraf, zolimlar ana o'shalardir. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan uzoq turing. Zero ba'zi gumonlar gunohdir. Bir-biringizga josuslik qilmang. Yashirin narsalarni tekshirmang. Bir-biringizni g'iybat qilmang. Birortangiz o'lgan akangizning go'shtini yeyishni yoqtiradimi? Albatta jirkanch bu. Shunday ekan, Allohga taqvo qiling.
Alloh Tavvob, Rahim, tavbalarni qabul etguvchi va rahimdildir. Ey odamlar, biz sizni erkak va ayoldan yaratdik. Sizlar bir-biringizni taniy olishingiz uchun turli xalqlar va elatlar qildik. Alloh nazdida ko'proq hurmatga sazovor, taqvodorroq bo'lganingizdir. Alloh alim, xabir, bilguvchi, xabardor. Arablar dedi: biz iymon keltirdik. Sen ayt: iymon keltirdik demanglar, balki taslim bo'ldik denglar. Qalbingizga iymon hali kirganicha yo'q. Agar Allohga va rasuliga bo'ysunsangiz, qilgan amallaringizdan hech narsani zoye qilmaydi. Alloh G'afur, Rahim, kechirimli va rahimdildir. Mo'minlar Allohga va rasuliga ishonganlar, so'ngra shak shubha qilmaganlar, hamda Alloh yo'lida moli-yu joni bilan jiddu jahd qilganlardir. Sodiqlar, rostgo'ylar ana o'shalar. Sen ayt: Allohga diningizni o'rgatyapsizmi? Alloh osmonlar-u yerdagini biladi. Alloh barcha narsani bilguvchi. Ular musulmon bo'lganini senga minnat qilishadi. Sen ayt: musulmon bo'lganingizni minnat qilmang menga. Aksincha, Alloh sizlarni iymonga yo'llagani uchun minnat qilsa o'rinliroq, agar sodiqlar bo'lsangiz. Shubhasiz, Alloh osmonlar va yerning g'aybini biladi. Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turadi.